Hozirda tug'ruq ta'tilidaman. 20 kunlik chaqalog'im bor. Agar ishga chiqsam, tug'ruq ta'tili puli bilan birga oylik maoshim ham to'lanadimi? Homiladorlik va tug'ruq ta'tillari haqida batafsil ma'lumot bering. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 404-moddasiga ko'ra, homilador ayollarga tug'ruqgacha 70 kalendar kun, tug'ruqdan so'ng esa 56 kalendar kun miqdorida ta'til berilishi nazarda tutilgan. Hamda ushbu ta'til davomida ushbu xodimlarga o'zlarining o'rtacha ish haqlarini 75% miqdoridagi haq belgilanishi ham nazarda tutilgan. Agarda siz tug'ruqdan so'ng 56 kunlik muddatni o'tkazmasdan turib ishga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bunday holatda ham siz o'zingizga belgilangan barcha to'lovlarni olishingiz, ya'ni dekret puli deymizmi, suyunchi puli deymizmi, barcha turdagi to'lovlarni olish hamda o'zingizning o'rtacha ish haqingizni 75% miqdordagi oylik ish haqingizni ham olasiz. Va ushbu muddatdan oldin siz agar ishga chiqadigan bo'lsangiz ham bunda belgilangan 75% miqdor o'zgarmaydi va 56 kunlik muddat o'tgandan so'ng esa siz o'zingizga belgilanayotgan o'sha ish haqining 100% ni qayta tiklagan holda ishingizni davom ettirishingiz mumkin.